Yo'q, qishlog'imizga Abduqodir Husanov kelibdi-ku. Men keldim. Barchaga assalom. Qalaysizlar? Tinchmisizlar, yetillar? Ko'ryapsizlar meni podkatimni. Bu podkatdan omon qolgani qolsin. Men urdim nima? Poyez urdi nima? Qani bu qishloqda kim bor? Birorta mashhur odam bormi? Xo'sh, dahshat kino ekan, xotin senga yoqdimi? Yoqmadimi? Bo'lmasa boshqa kino topib ko'ramiz, bo'laveradimi? Umuman kino ko'rging kelmayaptimi? Nima qilamiz unda? Suhbatlashib o'tiramizmi? Mayli, aytgancha, mana bu sandiqda nima bor ekan, ochib ko'rmadingmi? Ko'rdingmi? Shuncha gul bor ekanmi? Bu gullarni senga men sovg'a qilganman desam ishonasanmi? Ishonmaysan, chunki buni men berganim yo'q senga, to'g'rimi? Qo'y Jo'xa. Oppo, yana senmi? Qarochi ko'chada mehmon kelgan, chaqiryapti seni. Qanaqa mehmon? Abduqodir Husanov kelgan. Nima? Bo'pti, ketdik. Xotin sen uyda o'tirib turasiz, kelaman men. Mehmon kelibdi, mehmonga qarab kelay. Akalar mehmon kelgan deyapti. Abduqodir? Brat, assalom. Va alaykum. Qalaysan, Jo'xa? Tinchmisan? Siz rostdan Abduqodirmisiz? Ishonmasang qara. U aka 45. Voy, yorvaray shuni, brat. Rostdan siz Abduqodirmisiz? Ishonmayapsan? Patga tashab ko'rsataymi? Yo, bo'ldi, brat. Ishondim. Men sizga ishonaman. Qishloqlarni kattasi qayerda? Hokimmi, mermi degandek. Mana shu tomonda yuring, ko'rsataman. Davay. Qayerda? Shu to'g'ri ketyapmanmi? To'g'ri, yuring shu tomonda. Yaxshi. Kiyimlarim zo'r ekanmi? Yorvarayishim bor-ku, brat. Nima qilib keldingiz bizning qishlog'imizga? O'zim shunchaki aylangani kelgandim. Tushunmadim, kompotmi? Mayli. Sekiroq yuring, brat, oy. Nima, sen meni og'zimga o'xshatmoqchi bo'lyapsanmi? Endi o'xshatgim kelyapti. Shu uymi janob merdiyu? To'g'ri, men ham kiray. Abduqodirmi? Menman. Assalom janob mer. Va alaykum assalom. Qalaysan, tinchmisan? Bo'ladi. Qalay, o'zingiz tinchmisiz? Bo'ladi. Jo'xa, kecharo traktorni yo'qotmabsan, tez yo'qot, borib egasiga topshirib kel. Abduqodir bilan men suhbatlashib o'tiraman. Mayli janob mer. Bo'pti, Jo'xa, keyin gaplashamiz. Mayli, sizlar gaplashib o'tiringlar. Obbo, janob mer o'radi borib. Men ham gaplashmoqchi edim Abduqodir bilan. Mayli, o'zi biladi. Qarochi, traktor egasini uyi qayerda edi? Egasiga olib borib berish kerak traktorda endi. Mayli, muhimi gazi tugamagandi-ya, yo'q, gazi bor edi. Bir kishi traktor salarka bilan yuradi-ku, nima benzin qo'ydingiz deb yozgan ekan kommentariy. Akalar, bizda traktorlar zamonaviy-da, o'shanga benzin bilan ham yuraveradi. Farqi yo'q. Suv qo'ysangiz suv bilan ham yuradi. Faqat suvni quyishga joy yo'q-da. Benzin quyishga joyi bor atak. Xo'p, hozir bu traktorni olib borishni egasiga topshiraman-da, keyin qaytib kelib Abduqodirjon bilan gaplashamiz birga. Menimcha katta ehtimollar bilan qishlog'imizdan tez ketsa kerak, javnoq ko'p o'tirmasa kerak. Kalosh traktorni tezroq olib borayin egasiga. Va nihoyat berib keldim traktorni ham. Endi borib Abduqodir bilan gaplashib, stop. Nima edi bu? Kompotmi? Voy jetil, bunga nima bo'ldi? Qarochi Abduqodir Husanov keldi-yu, kelgan vaqti bitta patga tashlagan, uchib ketib she'rga qo'ygan ekan. Bechora shu hamma videomda azoblanyapti. Shu seni videoga qatnashmoqchi bo'lyapti, qatnasha olmayapti-da. Mayli, unda o'zi bilan. Men ketdim, unda Abduqodir Husanov kelgan ekan, nimadir gaplar bo'lsa kerak. Bitta yangilik bor deyishyapti. Qanaqa yangilik? Qishlog'imizga nimadir qurdirishar ekan. Bo'ldi, Abduqodirga uy qursam kerak. Yo'q, uy qurmaysan, boshqa narsa qurilar ekan. Nima narsa? Borsang bilasan, tezroq bor aytishadi. Bo'pti, unda ketdim. Nima qurilar ekan do'konimizga debman. Do'konni o'qib turib, do'kon deb ketyapman. Nima qurilar ekan qishlog'imizga? Mana shu bitta shox bor, qaranglar, yo'lda bitta shox chiqib turibdi. Ana shuni yo'q qilish kerak. G'alati bo'lib turibdi, bor. Bitta shu chiqib turibdi, qaranglar. Bu tomonda ham boshqa yo'q, bu tomonda ham boshqa yo'q. Faqat mana shu bir dona chiqib turibdi. Asabni buzib. Mayli. Janob mer berib keldim. Yaxshi. Abduqodir bitta narsa qurdirmoqchi ekan qishlog'imizda. Nima narsa? Qarochi Jo'xa, qishloqda stadion yo'q ekan-a? Stadion yo'q, nima stadion quriladimi? Sen qurasan o'shani. Men quramanmi? Men ishlarim ko'p-ku. Mayli, nayloj qursang yaxshi-ku, tezroq. Mazza bo'lar qishloqda stadionda futbol o'ynardilaring. To'g'ri. Lekin tekinga to'g'risini aytsam qura olmayman. Men senga pul beraman. $500 bo'ladimi? Bo'ladi, janob mer, gap yo'q. Qayerdan quramiz? Tekis joy yo'q-ku. Tekis joy qildirdik biz. Mana qo'shdim bor-ku, kuzitsadagi jetel o'sha uyni orqasida tekislatdik. Bo'ldi, quramiz. Bu yashik ichidan kerakli narsalar bormi har doimgidek? Shunday borib asbob uskunalarni olib kelgin. Bo'pti, unda asbob uskunalarni olib kelay, keyin boshlayman. Mana bu yerda aytishdi, oho, dahshat joy qildirishibdi rostdan ham. Gap yo'q, zo'r nima edi, stadion bo'ladi. Hozir borib, qarochi uydan asbob uskuna olib kelay. Bechora kompot. Bilmayman. Endi Abduqodir Husanov patga qo'ydi nima, Abduqodir Husanov urdi nima, poyez urdi nima. Xotinga ham aytdi, stadion qurilsa xotin bilan borib o'ynaymiz. Hoy xotin dedim. Abduqodir Husanov kelibdi-ku, o'shanga stadion quriladigan qishlog'imizda.
Mazza, aytmasang ham mazza. Birgalikda futbol o'ynaymizmi? Ha, o'ynaymizki. Bitta o'p qo'yay. Bo'ldi. Qarochi men ketdim, o'sha stadion qurishim kerak. Yaxshi o'tir, xo'pmi? Bo'pti, men ham yaxshi borib kelaman. Ko'ryapsizlar ham qanchalik mehribon xotinim bor. Yaxshi borib keling deydi. Qarochda bizga kerak bo'ladigan narsa mana shu uchalasi. Boshqa qilich ham kerak bo'ladi bizga aytgancha. Qilich nima kerak bo'lishini keyin aytaman. Aytgancha pulim bor edi 2 stak. O'tgan martangi videodan qolib ketgan. O'shani ham joyiga qo'yib ketayim. Tak, ana endi boraman-da akalar. O'sha yerda stadion qurishni boshlayman. Qanday stadion bo'ladi? Zo'r bo'ladimi? Zo'r bo'lmaydimi bilmadim. Hali qurib ko'rganimdan keyin bilamiz albatta. Sizlarga stadion qurishim qiziqmi yo'qmi? Albatta kommentariy yozinglar chiqqani. O'zingizlarda nima gaplar yozinglar kommentariy. Aytgancha biz asosiy kanalda 20 mingta bo'ldik. Let's endi 30 mingta bo'lamiz. Nima 20 mingta obunaching bormi? Ha, meni 2 milliondan ko'p obunachim bor Instagramda. Sizda Instagramda, menda YouTube'da. Ha, unda yaxshi. Davay unda ishni boshla. Aha, buncha narsa bilan men qachon ish boshlayman, qachon tugataman? Mayli, qancha vaqtim ketsa ham endi nayloj quraman dedim, quraman. Ha, shunaqa bo'pti. Mayli Jo'xan, senga omad, davay ish boshla. Aha, mayli, yaxshi o'tiringlar unda sizlar. Sizlar o'tirasizlar, men qurishni boshlayman mana bu yerda. Lekin rostdan ham qiyin bo'ladiganga o'xshayapti akalar, opalar. Birinchi o'rinda biz men ishimni osonlashtirish uchun men moddan foydalanaman doimgidek akalar, bilasizlar. Chunki oson narsani qiyin narsani osonlashtirmasam, qiyin narsa qiyinligicha qolaversa qiyin bo'lib ketadi akalar. Nima deganimni tushundinglarmi yo tushunmagan bo'lsanglar kerak, menimcha 6 tadan ortiqcha blokcha qo'ya olmaysan deyapti. Ya'ni 6 tadan ortiqcha blok qo'ya olmaysan deyapti. Mayli 6 ta bo'lsa ham qo'yib chiqaraman. Akalar, sizlarning mahallanglarda stadion bor yo'q? O'shani yozib qoldiringlar. Bizda o'zimizning shaxsiy mahallada yo'q, atak hozirgi yashayotgan mahallamda stadion bor. Mazza qilib o'ynaymiz. Jak degan jigarim bor, bilasizlarmi? Jak, o'sha bilan o'ynaymiz. Tak, mayli, bu tomonga qaratib qo'yib olamiz. Bu yerga qo'yganim yo'q, juda ham cho'tka. Akalar, bizda blok tugab qoldi. Endi mana blokni olamiz-da, davom ettiramiz. Yetarmikan ish qilib shu yoqdan shu yoqqagacha. Agar yetmasa dabdala bor, yetkazamiz, nima qilib bo'lsa ham, yetmasa ham. Borib yana aytaman, janob mer, yana bitta blok kerak bo'lyapti, topib bering deyman. Yetdi, bir dona yetmagan ekan. Bo'ldi, все kerak. Tamom. Ana endi biz stadionning asosiy qismini qilamiz. Ya'ni birinchi mana bunaqa qo'limga arilar qo'nib ketsin. Qilich kerak emas poka что. Buni menimcha belkuray bilan yo'q, topor bilanmi? Yo'q, kirka bilanmi? Hammasi bir xil titar ekan. Buni menimcha qilich bilan tisilsa kerak. Tak. Qilich bilan titamiz unda, qaranglar, bu kerak emas. Buni bu yoqqa qolamizda. Qilich bilan qilich. Bu o'zi bu hamma narsa bilan sekin sinadigan narsa ekan. Bu qo'ydi juni akalar, bilmaganlar uchun. Qo'ydi juni nima qilasizlar desanglar, bu stadionga qo'yayotganimiz sababi, qarochi, bunga o'yinchilar yengil tushadi. Tushunyapsizlarmi? Og'riq bilinmaydi yiqilsa ham yoki qati tushmaydi, chiqadi, yara bo'lmaydi, chiqadi, hech narsa bo'lmaydi, sinmaydi. Qarochi, o'shanaqa yengil tushishga yordam beradigan narsa bu. O'shaning uchun ham jundan foydalanilyapti. Atak stadionlarda jun emas, rezindan foydalanadi. Bizda endi rezin Minecraftda yo'q bo'lgani uchun ham, o'shaning uchun ham hozir mana shunaqangi qo'ydi junidan foydalanyapmiz akalar. Lekin menimcha normal, bu ham anchagina yordam bersa kerak, qattiq tushmasliklari uchun futbolchilarga. Tak, 64 ta yana bora, bo'lchi 64 ta bo'lsa yetadi bizga, yana bir kuruk aylanib chiqsa, keyin yana ozgincha kerak bo'ladi. Sentrga kerak. Bundan hali ko'p kerak ekan akalar. Stadionning atrofiga qo'ygandan keyin yana o'rta chiziq ham bor-ku, sentr. O'sha sentrga ham kerak bo'ladi. Tak, hozir biz qiladigan narsani endi mana yashil narsadan foydalanamiz. Tak, stadionimizning asosiy qismi, ya'ni 3 ta bundan bo'ladi, 3 ta dakansa keladi. Tak, yana 3 ta qilishimiz kerak, yana 3 talikdan davom ettiramiz. Qarochi, bu oxirigacha 3 talikdan davom etadi. Mana akay. Hoppa, 4 top ketdik, bir qator chopish kerak endi. Xullas, stadion umrimda qurib ko'rmaganman. Birinchi marta stadion qurishim. O'xshaydimi yo'qmi endi, albatta u sizlar kommentariyaga baholaysizlar. Undan nechigacha baholasanglar bo'ladi. Undan umrgacha baholaysizlar, bilmayman. Qarochi, baholaysizlar akalar. Hozir 3 ta bo'shliq qoldiramiz. 3 ta bo'shliqqa boshqacha narsa qilaman akalar, ko'rasizlar. Prosta hozir emas, chunki menga bunga kerak bo'ladigan bloklarni janob mer bermagan. Bering dedim janob mer men sizga. Janob merga aytdim, men siz menga bering dedim. Bo'ldi, nima deyapman akalar? G'alati gaplar gapiryapman, lekin bori. Real, lekin stadion qurish meni o'zimga yoqmayapti. Chunki sizlarning vaqtinglarni prosta takka stadion qurib olib o'tiribman, bori. Normalroq narsa bilan sizlar vaqtinglar olay desam, o'sha bo'lmayapti. Ko'ryapsizlar, 1 2 3. 3 tadan keyin yana 3 taga qo'yamiz. Bu tomon 3 tadan kam bo'lib qolyapti. Bu tomon nima qilamiz endi? Mayli, 3 ta qoldirib turib bitta bo'lsa ham qo'yib yuboraman endi. Bitta, 2 ta, 3 ta qoldirib, 2 ta oxirida 2 ta bo'lib qolar ekan. Bu esa g'alati degani, vashcha g'alati degani bor akalar. Rostdan ham xunuk bo'lib qoladi, qaranglar. O'zi ikkitasini varata egallasa kerak. Varata ham bo'ladi-da bizda. Tak, hisoblaymiz endi.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ekan. 27 ta bo'lsa, bu tomondan 13 ta sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Mana shuni o'rtasidan короче olib tashlaymiz. Oq chiziq bo'ladi o'rtadan bir qator oq chiziq. Tushunyapsizlarmi? Buni qandaysiga nima bilan titsa bu tezroq titilargina. Menimcha buni qaychi bilan titish kerak, chunki bu molni juni-ku, molni juni bo'lgandan keyin qaychi yaxshi kesadi. No farqi yo'q, biz qo'lga ham ketsaveramiz. Atak sizlar vaqtinglarni olmasam bo'lgan obunachilar. Menimcha chotki stadion chiqadi. Stadionni bugun sizlarga qurib ko'rsatishim kerak-ku axir. Tak, hozir mana shu yerda full olib chiqqanimdan keyin o'rtaga bir qator oq qo'yib chiqamiz. Sababi bu sentr bo'ladi-yu, nimalarda stadionlarda o'rtada sentr bo'ladi. F degan. Ba'zilar F deydi, ba'zilar F deydi, ba'zilar sentr deydi, ba'zilar markaz deydi. Короче, ashnaqa joy bo'ladi bu yer. Menimcha ikki tomon ham teng bo'ldi. Tak, ana endi akalar videoni bitta pauza qilaman, tayyor qilaman stadionni, keyin sizlarga ko'rsataman. Mana akalar, короче, tak bizning stadionimiz tayyor bo'ldi. Endi bu stadionda o'ynash kerak, lekin bizda to'p yo'q. Endi to'g'ri tushunasizlar, to'pni bilmayman qayerdan olinadi. Men varata borman, bilasizlarmi, bilmaysizlarmi bilmayman. Shu yerda turaman. Kelganga uatta bu yoqqa bitta sakrayman, uatta bu yoqqa sakrayman, uatta bu yoqqa sakrayman. Короче, qaytaraman. O'zi kichkinagina stadion, bu yerda 5 ga 5 o'ynaladi. Ya'ni 11 taga 11 ta o'ynash uchun juda katta stadion bo'lishi kerak. To'p chiqib ketmasligi uchun men unaqa qildim, lekin ustidan chiqib ketishi mumkin. Endi javnaga baland tepilmasligi kerak. Bu tomonda varata, bu yer sentral. Sentralda o'yin boshlanib bilasizlar, bu eshik bu yerdan kirib chiqiladi. Eshik bo'lgandan keyin kirib chiqiladi, nima qilinadi boshqa. Qalay chiqibdi stadion, albatta kommentariyaga baholaysizlar. Bu qishlog'imiz tepasidan bilmayman qanday ko'rinadi. O'sha qishloq tepasiga chiqishim kerak. Qishloq tepasi. Hop, mana bu yerda bitta qishloq tepasi bor, o'shandan chiqib ko'raman. Aytgancha avval mana bu narsalarni janob mer bilan Abduqodirga berib kelay. Aka, tayyor bo'ldi hammasi? Bo'ldi, ortiqcha narsalar qo'ygan bo'lsak ber. Mana qo'ydim. Bo'ldi, pulingni olganda janob Johan, ya'ni janob mer demoqchi bo'libman seni. Nimaga men o'zim seni ismingga qo'yyapman bilmadim. Xullas, pulingni olganda boraversan, boshdan. Aha, mayli. Lekin stadionni borib ko'rmaysizlarmi axir? Bo'ldi, hozir ko'ramiz, lekin men senga ishonaman zo'r qilganingga. Ha, rahmat kattakon ishonch uchun bo'pti. Sog' bo'lasizlar, men ketdim. Hozir borib tepadan ko'raman. Xotin bilan keyin kelib o'ynaymiz, mazza qilib futbolda. Sizlarga qiziqmi xotin bilan futbol o'ynashim? O'zimga ham qiziq, chunki o'zim ham hali birinchi marta xotinim bilan futbol o'ynayman. O'zi xotinim bilan vasha hamma narsani birinchi marta qilyapman, chunki endi olganman xotinni. Короче, akalar, tepadan bizni qishlog'imiz stadioni mana shunaqa ko'rinadi. Lekin takoya qaranglar. Yorvaration. Qishlog'imizda o'zi ko'p. Aytgancha mana bu BMW ni uyimga olib boraman deb esimdan chiqibdi. O'shanga benzin quyib, mana yerga parkovkaga olib kelib qo'yishim kerak. Menimcha juda ham takoy turibdi rostdan. Sizlarga ham yoqdimi akalar? Menga juda ham yoqdi stadion. Hozir mana shu varata sal g'alati bo'lib qoldi. Sababi esa bizda haqiqiy varatani Minecraftda topishni iloji yo'q. O'shaning uchun shunaqa varata qilingan shekilli. Bo'ldi, endi xotinga aytaman, borib mazza qilib xotin bilan futbolda o'ynaymiz. Men varatada turaman, xotin tepada yoki xotin hujumda o'ynaydi, men himoyada varatada degandek. O'zim ham doim varatada o'ynaganman. Tak, hozir nima eshikdan sig'mayapman. Semirib ketdimmi, nima balo? Bo'ldi, chotki. Asbob uskunalarni qo'yamiz, instrumentlarni albatta, chunki bular kerak yo'q va pullarni endi xotinga topshiramiz-da. Endi pulni nima qilaman? O'zim ishlatmayman. Tak, xotin o'tiribsanmi? Doim shu yerda o'tirar ekansan-da. Bu mana bu yoqqa chiqib o'tir, ko'chaga chiq, aylan deganda, senga qarab pul olib keldim. Shuncha ishlagan pullarim senga beraman. Короче, men yerda qo'yaman, o'zing olasan. Stadion qurildi, o'ynaymizmi? Sen hujumda o'ynaysanmi? Da, ketdi unda.